Xitoyda ommalashayotgan shunaqangi kapsulali uychalar o'zimizda Samarqandda ekan. Aka xursand bo'ling, haddushi sizga tekin reklama o'tib ketayotgan edik. O'zimizda ishlab chiqarilyaptimi-ekan deb to'xtagan edim. Yo'q. Xitoydan olib kelinyapti ekan. Mayli, aka xursand bo'lsin. 2,5 dollar ekan mana shunisi kichkinasi. 7,5 dollar ekan eng kattasi. Ichida tagida shunaqa gazollari, ichida stok suvlari, konditsionerlari, pardalari ham yo'q, komplet holatda. Tepasida shunaqa yonuvchi Ziosning nebasi ham bor ekan. Eshiklari bu yerdan ochiladi. Materialga bitta e'tibor beringlar. Qanaqadir bir polikarbonatda boshqacha turgan ekan. Bunaqasidan avval ko'rmagan edim. Bunisini narxini bilmayman, balki 4,000-5,000 dollar atrofida tursa kerak, narxi 7,5 dollar ekan. Qadrdonlar, manzil Samarqandliklar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Samarqand Selske Taxta bozoridan qaytayotgan edik. Taxminan mana shu atrofda. Aniq qayerligini bilmayman. Telefon raqamlarini 94lik 289 15 89. Xo'p, aloqa chiqishlar mumkin. Xitoydan olib kelib sotishyapti ekan. O'zimizda ishlab chiqarayotganlar bo'lsa, kommentariyada yozib boringlar. Chunki o'zimizda bo'lsa anchagina arzonga chiqadi. Bab o'zimizda mahsulot, o'zimizda pul o'zimizda qolgani yaxshi-da.